Bu degani siz yeterlicha ves olib bilmaysiz. Bu yerda hozir 12 kunlik jujalarimiz turibdi, start yeb turibdilar. Jujasini o'lchab berib turibdi, 4,5 kilo, 4 kilo 200 chiqib turibdi. Ko'pchilik buni ichine datchik ham qo'yib beradi. Datchikni chetadi, yem ozaysa o'zi berib turadi. Ya'ni asosan 10 ming jujaga rejalashtirilgan. Shu har safar juja yarmastaldan обязательный napor bilan yuvaman ichini deydi. Bu size tavsiya. Pechga ishlagandan keyin havoni bir xil normada ushlab turish uchun ishlatiladi. Yaqinroqdan ko'rsataman. Bu o'zi jujalar suv ichishga o'rganib ketadi, ya'ni pushka metanda ishlaydi, metanda. Assalomu alaykum, Bakbak O'zbekiston YouTube kanali obunachilari, sizni YouTube kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi videomiz Bakbak parandachilik markazini box sexida bo'ladi. Bu sexni sizlarga qo'ldan kelgancha to'g'ri qurish, joylashtirilgan uskunalar, isitish, sovutish texnikalarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Video manfaatli bo'ladi deb umiddaman. Like, podpiska bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Siz uchun zo'r kontentlarni chiqarishga harakat qilamiz. Asa boshladik. Firmamizda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan birinchi jihati bu avtomatik suv berish va yem berish texnologiyalarini qo'llanganligi. Bu firmamiz 1000 kvadrat asosan 10 ming jujaga rejalashtirilgan. Ko'pchilik bunga 10.100, 10.200, 10.500 dan yoradi, lekin shuning klientlarimiz bor, 10 ming yoradigan joyga 9,5 ming yoradi. Endi buni sabablari ko'p. Agar kvadrati kattaroq yerda yursa, ko'proq ves oladi deb aytadilar. Sizni fikringizni kommentariyada albatta yozing. Keling, birinchi chetdan ko'rib boshlaymiz. Suv liniyasini keladigan bo'lsa. Suv liniyamiz yaxshi tarafi avtomatik bo'ladi. Jujalara belgilangan litringizni o'zi beradi. Masalan, siz shunga o'xshagan kvadratdagi fermaga nechalim juja yuborishingizga qarab litrini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tamiz, yana suv berish liniyalarini ishlash prinsipini ko'rsatib o'tamiz. Yaqinroqdan ko'rsataman. Bu o'zi jujalar suv ichishga o'rganib ketadi, ya'ni buni bossa yana o'zi suv keladi. Ya'ni buni ko'pchilik biladi, lekin toza juja boqchilar uchun ko'rsatib o'tamiz. Yem shuning ichidan keladi. Ko'pchilik buni ichine datchik ham qo'yib beradi. Datchikni chetadi, yem ozaysa o'zi berib turadi. Ya'ni bu sizning jujalaringizni necha kun yem yeyishine bog'liqdan, masalan, ayrim jujalar kasallanmaydi. Belgilangan miqdorni, masalan, startni 12 kun o'rtacha yeydigan bo'lsa, kasallanib qolsa, ya bo'lsa bir ichiga yetib qolsa, 12 kundan 15 kunga cho'zilib ketishi mumkin. Bu sizda cho'zilish bo'ladi. Agar sog'lom bo'lsa, jujalaringiz normalniy zo'r yem yesa, suvni vaqtida norma bilan bersangiz, belgilangan standart bo'yicha normadan chiqib bilasiz, xudo xolasa. Keyin suv berish bo'yicha ham aytaman, suv berishning muhimlik tarafini aytib o'ting. Suv berish bilan yem yeyish bir-biridan absolyutno bog'liq narsa. Agar jujalar yetarlicha suv ichmasa, yetarlicha yem yemaydi. Bu degani siz yetarlicha ves olib bilmaysiz. Ya'ni kutilgan vesingizni olib bilmaysiz. Bir kommentariyada o'qib qoldim, 30-32 kundan biz jujalarni so'yib turibmiz dedi. To'g'ri, so'yiladi. Yana aytaman, bu sizni oluvchi bilan dogovoringizga bog'liq. Masalan, grill uchun ertaroq so'yishni rejalashtirgan bo'lsangiz, narxini qimmatroq aytib beraverasiz, muammosi yo'q. Men bir Toshkentda bir video ko'rib qoldim. Jujasini o'lchab berib turibdi, 4,5 kilo, 4 kilo 200 chiqib turibdi. 45 kun bo'lib ketdi deydi. Demak, talab bor, boqaverasiz. Talab bo'lmasa, standart bo'yicha ko'pchilik boqib yurgan tavsiya bo'yicha shu 35, 36, 37 kunda so'ysangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Yemlarga keladigan bo'lsak, shu o'rinda start, roast, finish yemlaridan beramiz. Menimcha start, roast, finish yemlarini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. NNP-nikini aytib turibman aynan. Tarkibida 19 xildan ortiq vitaminlar bor. Bu sizga kichik ma'lumot edi. Yem uskunalarına keladigan bo'lsak, yem uskunalari ham xuddi shunday. Yem uskunalarini joylashtirilishi orasi 240 bo'ladi. Devordan 120 qochadi, ya'ni 120 dan qo'yib boshlasangiz bo'ladi. Yem uskunalarimiz ham xuddi shunday. Bu yerda hozir 12 kunlik jujalarimiz turibdi, start yeb turibdilar. Xudo xolasa 2-3 kunda rost yemlarini o'tadilar. Yemlar ham afzallik tarafi qarang. Hozirgina toza solindali. Bu liniyamizda yem pateriya bo'lmaydi. Ya'ni normasida beriladi. Normada berilgandan keyin jujalaringiz ham kvadratına qarab to'g'ri yeydigan bo'ladi. Keyingisi
isitish, sovutish texnikasi. 1000 kvadratli fermamizga 2 dona isitish peshlari qo'yilgan. Isitish peshlari qishda, yozdan tashqari ham vaqt, masalan, hozir ham mart oyi gechda isitish ishlaydi, gündüz günü. Sirkulyatsiya qilinadi, havo tozalab, almashtirib turiladi. Birinchi videomizda aytdik, yana bir e'tibor berishingiz bo'lgan jihati, xonani temperaturasini albatta e'tibor bering. Sababi xonani temperaturasi bu suv ichishi, yem yeyishi va jujalarni o'zini tutishi, berilgan vaksinalarni o'zini yaxshi singdirishini eng muhim rol o'ynaydigan jihatlaridan biri hisoblanadi. Termometrlarimizga qarang, men tushuntiraman. Termometr fermani bosh rakina birisi qo'yiladi, o'rtasina birisi qo'yiladi, oxir rakina yana birisi qo'yiladi va ko'rib turganlaringizdek sirkulyatsiya etish uchun, ya'ni ichonni havosini to'g'ri aylantirish uchun shunga o'xshagan parriklar qo'yiladi. Bu parriklar pechga ishlagandan keyin havoni bir xil normada ushlab turish uchun ishlatiladi. Pushkalarimiz avtomatik bo'ladi. Bular gradusga qo'yilgan, o'zi gradus pasayishi bilan yonadi va kerakli gradus olingandan keyin o'zi o'chadi. Pushkalar ham joylashtirilishini ko'rdingiz. Pushkalar ham o'zini standarti bor qo'yilish. Yerdan o'rtacha 120 balandlikda tursa, to'g'riroq bo'ladi. Ko'pchilik 1,5 metr ham atib qo'yadi. Bu fermangizni balandligidan ham gap chiqadi. Ayrim fermalar sal pastroq bo'ladi, ayrimlari balandroq bo'ladi. Shuning uchun maksimalniy standartdan kelib chiqib aytavering. Aytadi-ku, Amerikani kashf etish shart emas deydi. Kashfiyotlarni to'g'ri ishlatsangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi ko'rsatadigan narsamiz, yuring, banda ko'rsatamiz. Avtomatik liniyani sizlarga apparatlarini ko'rsatacakman. Ya'ni avtomatik liniya uchun qo'yilgan apparatlar. Nechun avtomatik? Qarang, bir knopka bilan avtomatik liniyalarimiz yem berish uskunalari va suv berish uskunalarini dafaga diklaydi. Bu size birini tiyini tezroq tozalab olish imkonini beradi. Ham aytgancha, yana bir jihati shuda, sovutish texnikalarimiz ham bor. Sovutish texnikalarimizni o'tkazib bor. Instagramda ko'rgan bo'lsangiz qo'yganmiz. Bir tarafına yani gofralı sovutish texnikasi qo'yilsa, yana bir tarafına parrik qo'yiladi deb aytdik. Ya'ni bundan havoni ko'chaga uflashi, bundan yaxshi toza havo, salqin havo kirib kelishini ta'minlaydi. Keling, yaqinroqdan ko'ramiz. Sho'da qaranglar, pushkani ko'rsatib o'tamiz. Pushka metanda ishlaydi, metanda. Xo'p, pushkamizni kvadratına qarab joylashtiraverasiz. Bu avtomatik to'liq, reduktorlari hamma joyga qo'yiladi. Gazla dafadan o'tiriladi, yerdan emas, dafadan. Unga ham e'tiborli bo'lasiz. Jip jo'jalarim. Xo'p. Ha, aytgancha forma. Biza to'g'risini aytaman, o'sha fermaga girishimiz kerak edi bundan 12 kun oldin. Ya'ni shu jujalar yuvarilmasdan biza girishimiz kerak edi. Bizlar ruxsat bo'lmadi. Birinchi sababini aytaman, boshqa fermalarda kasallik tarqalgani. Birinchi sababi. Ikkinchi sababi esa shuncha yuvarilgan toza jujalari biza kasallik yuqtirib qo'ymasligimiz. Va oxirida bugun biza girishga muvaffaq bo'ldik, ya'ni rahbariyatdan ruxsat oldik. Shunga o'xshagan одноразовый formalarni giyib, hattoki persatga baxila kallamacha giyizdilar. YouTube'da bir komment yozib ketadi, bir yubka kam bo'pti deb. Bu mas'uliyat o'rtoqlar, to'g'ri tushunasizlar. Keling, massa yem berish apparatini главный joyi, ya'ni bu yerda yem liniyasi o'zi qarang. Bunda bu yerda yem liniyasi ko'chaga ulangan bo'ladi, ya'ni fermadan tashqarida turadi. Bu yerda size doimiy girib chiqib jujalarni bezovta etmaysiz va bu yerdan yem kelib bunga tushadi. Bu qozonlarga tushadi. Bu qozonlar size norma bo'yicha yemni taqsimlab beradi. Xo'p, yaningizda ko'rib turgan akva oyna eshiklari esa, keling buni ko'rsataman. Bular ochiladi. Buni orqasida gofralar qo'yilgan. Hozir uni tashqaridan ham ko'rsatib o'tamiz. Shunda tashqaridan qo'yilgan kadrlarni qo'yib o'tamiz. Bular ochiladi yozning kunida. Hozir parrikini ham ko'rsatamiz.
parikda nechik ish jarayoni bo'lishini. Bu yerda dapadan suv keladi gofralarning ustiga va ma'lum miqdorda gofralar namlanadi. Havoni bana tortish evazina salqin havo kiradi. Ortiqcha suv pastga tushib ketadi, e'tibor bering. Nima uchun fermaning ichine o'rnatilmagan? Sababi gofralarda suv durmaydi, tiyindan chiqib ketishi kerak. İçine qo'yadigan bo'lsangiz, ortiqcha suv fermaning ichine tushadi va koli bo'lishi mumkin. Bu koli haqdan bir zo'r video olamiz bugun. Uni ham Instagramga qo'yib o'tamiz. Demak, yuring, men parrikini ko'rsataman va jarayonni sizga tushuntirib beraman yana. Yana bir e'tibor qaratgan tarafingiz, agar bilsangiz eslatma, bilmasangiz siz uchun aniq foydali bo'ladi. Dezinfeksiya, ya'ni devor, patolog, havosi, oyoqini tiyi albatta dezinfeksiya qilish kerak. Sababi dezinfeksiya qilganingizda kasalliklar yuvib tashlanadi, to'liq. Hattoki qarang, shu yem liniyalarimiz, suv liniyasi bor, suv liniyasining ichi napor bilan yuviladi. Ko'pchilik xaridorlarimiz aytadi, men deydi, shu har safar juja yarmastalni обязательно napor bilan yuvaman ichini deydi. Bu size tavsiya. Devorlarni nima bilan issak bo'ladi deydi. Ko'pchilik hak uradi. Bam to'g'ri. Patologi обязательно утеплитель bo'lishi kerak. Обязательно утепление qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni bu size расходingizni kamaytiradi. Nechik manada qizishi tez bo'ladi. Ya'ni bizlar ham mana утепление qilingan, 2 kat, 3 kat утепление qilingan fermamizning ichi. Keling endi bandagi sirkulyatsiya qiladigan pariklarimiz yoniga keldik hozir. Pariklarimiz ko'rsatib o'tganimizdek, bu anda gofralarimiz joylashgan. Pariklar tersa qarab o'rnatilgan, ya'ni havoni ko'chaga uflaydi. Mana eldinda krishkasi bor, krishkasi ochiladi, havoni ko'chaga uflaydi. Bundan toza havo, bundan ichandagi havo ko'chaga olib chiqib tashlanadi. Azina e'tibor bergan bo'lsangiz, kichkina parik ishlatib turibdi. Bu salqinlatish uchun emas, ichandagi havoni normada ushlab turib, sirkulyatsiyani yaxshilash uchun qo'yilgan. Havoni dezinfeksiya qilish asosan formalin bilan qilinadi. Bizda formalinning pushkalari bor. Bundan oldingi bir kontentimizda jujadan fermaga yetirib berganimizda bir rova girdik. Ko'zlar yasharib, oqib ketgan darajada bo'ldi. Bu jujalarga zarar emasmi? Nechun bu daraja qilib qo'ysa desam, yo'q, bu jujalar bunga o'rgangan, prosta biza ko'zimiz yasharadi. Bir zaman yursangiz, siz ham o'rganib ketasiz dedilar. Endi biza ko'p yurmadik. Lekin albatta formalin bilan dezinfeksiya qiling. Shuni maslahat beramiz. Keyin dezinfeksiya bo'yicha ko'p savollar tushib turibdi. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda dezinfeksiyani necha litr, necha lim qo'shish, boshqatish hammasini qo'yamiz xudo xolasa. Bizning Instagram, Telegramlara albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, undan faqat xursandmiz. Qimmatli vaqtingizni getirib ko'rganingiz uchun sizga rahmat. Kim juja boqish niyatida yurgan bo'lsa yoki ferma solish maqsad qilib qo'ygan bo'lsa, albatta yanada batafsilroq ma'lumotni bizning parrandachilik markazimizdan olsangiz bo'ladi. Oliy ma'lumotli mutaxassislarimiz sizga to'g'ri yondashib, chiroyli maslahatlarni berishga harakat qiladilar. Yem liniya, suv liniyalarimiz bo'yicha bular zakaz bilan keladi. Oldindan kvadratini aytib zakaz berasiz, bizdan yetkazib berish bo'ladi. Bir fermada ko'rib qoldim. Hattoki portishkalar bor, yana ko'rib tursiz. Portishkalar ham avtomatik qilingan. Avtomatik qilishning yana bir plus tarafini aytib o'tchadim. Bizani Xivadan bir doimiy mijozimiz bor. Avval fermada 10 bola ishlatar edim dedi. Lekin unda avtomatik bo'lmagan, suv ham, don ham. Hozir 4 bola ishlaydi dedi. Shuni fermasini biza avtomatik liniya qo'yib berganmiz. Ya'ni don, suv berish liniyasini qo'yib berganmiz. Bu sizdan birinchisi asxot pulungiz yetadi, yaxshi vino rasxod bo'ladi, lekin doimiy juja boqish va ishchilarning oyligidan tejalishi evazini ishingizni yengillatadi. Albatta ko'proq juja boqsangiz sizga avtomatik liniyalarni maslahat beramiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Instagramga, Telegramga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Keyin sizga nima qiziq, nechik videolarni chiqarali, albatta bizlarga yozib qoldiring. Har oyda bir seriya chiqarib boramiz. Takliflardan gap chiqib, ko'pchilik so'rab turgan narsalarni, so'rab turgan tarafini biza chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.